Bugun aks ettirish sanasi, ya'ni 11 noyabr sanasi bo'lganligi uchun ajoyib texnika bajaramiz. Buning uchun sizga bitta oq qog'oz kerak bo'ladi. Bu oq qog'ozga hozirda erishishni xohlagan 11 ta niyatingizni hozirgi zamonda yozasiz. Xuddi hozir sodir bo'layotgandek yozasiz. Misol uchun, men o'zimni shaxsiy Kia5 mashinamda ishxonamga ketyapman. Mening oylik daromadim $30,000. Menga har kuni pullar oson va yengil yo'llar bilan kelmoqda. Xuddi shunday 11 ta yozasiz. Ya'ni bugungi sana 11-sanada 11 ta orzungizni yozasiz. Yozib bo'lgandan so'ng 11 marotaba ovoz chiqarib shu orzularingizni o'qiysiz va bu qog'ozni minnatdorchilik bilan yoqib yuborasiz. Ya'ni orzularingiz borliqqa ketdi va aynan bugungi sanada butun portallar ochiq va sizni borliq kuchliroq, har bitta istaklaringizni kuchliroq amalga oshiruvchi sana hisoblanadi. Albatta bu texnikani bajarib qo'ying. Aziz kuzatuvchilarim, hozirda juda ko'p mijozlarimdan murojaat kelayotgan asosiy muammo yuzasidan bir tavsiya bermoqchiman. Bu orqali eng yaqin insonim farzandidagi tug'ma nuqsonligi, ya'ni autizm kasalligi bilan tug'ilgan farzandini ajoyib natijaga olib chiqa oldi. Bu metodni har kuni kechqurun farzandingiz uyquga ketgan mahalda, uxlagan chog'ida farzandingizni orqa yelkasini soat strelkasi bo'ylab uqalaysiz. Va ushbu so'zlarni aytasiz, ya'ni bolajonim ismini aytasiz, o'zimni, yagona yaratuvchining eng ilohiy rejasi asosida yaratilgan borlig'im, asl sevgi, muhabbatim, seni bergan yaratuvchimga shukr aytasiz. Men seni borligingda, hayotimda mavjudlikdan minnatdorman, bolajonim o'zimni. Men senga homilador vaqtimda mana bunaqa jarayonlarni boshdan o'tkazganman. Mana bu vaziyatlarda shunaqa asabiylashganman, shu vaziyatlarda men juda qiynagan. Bunda sening hech qanaqa aybing yo'q, aloqang yo'q. Bu meni hayotim edi, bu men hal qilishim kerak bo'lgan vaziyatlar edi. Seni hayotingni bilib bilmagan holatda, o'sha homilador vaqtimda seni qiynagan bo'lsam, bu vaziyatlar uchun meni kechir jonim bolam, seni juda yaxshi ko'raman, boring uchun minnatdorman deb bu endi primerni yozilgan, siz to'liq ichingizdan keladigan hamma narsalarni aytib sirlashingiz kerak. Buni har kuni qilasiz. Natijasi 3 kunda bilinadi azizlarim. 3 kunda bilinadi. Katrin Ponder aytgan ushbu affirmatsiyalarni har kuni o'zingiz uchun 5 daqiqa sarflab o'rgansangiz va hayotingizda qo'llasangiz, ishonavering, siz haqiqiy pullarga magnit insonga aylanasiz. Demak, bu qaysi so'zlar? Men hozirda ilohiy yo'l bilan katta miqdorda pul qabul qilyapman. Ular men uchun tez, oson va yengillik bilan kelmoqda. Men koinot men uchun tayyorlagan barcha boyliklarga ochiqman va minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Ushbu so'zlarni bir o'tirishda 5 daqiqa uzluksiz ravishda takrorlaysiz va oldingizda bir stakan tirik suv turgan holatda va 5 daqiqa davomida takrorlagandan so'ng suvni minnatdorchilik bilan ichib yuborasiz. Har kuni ko'p marta, xohlasangiz obedgacha bir, xohlasangiz kechqurun bir ushbu amaliyotni takrorlashga odat qiling. Ishonavering, pul yo'llaringiz ochilib haqiqiy magnitga aylanasiz. Bundan ham ko'p texnikalarga ega bo'lishni xohlasangiz, bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz linki описаниеda qoldirilgan. U yerda siz ko'plab pul bo'yicha texnikalarga ega bo'lasiz. Описаниеdan Telegram linkini topa olmasangiz, direktda plus belgisini qoldiring, albatta siz bilan bog'lanamiz. Ushbu amaliyotimiz borliqning tortishish qonuni bilan bir sinxron. Birinchi krugga bugun deb yozasiz va yonidan ketma-ketlikda 4 ta krug yozasiz. Birinchisiga sizda hozirgi daromadingiz, ya'ni bir oy davomida qancha daromad qilsangiz shu summani yozasiz. Ikkinchisiga uni 2 barobar, uchinchisiga undan ham ko'proq. Bu yerga xohlagancha summangizni yozishingiz mumkin ketma-ketlikda. Va siz mana shu krugning ichidagi qaysi summani hozir qabul qilishga tayyor bo'lsangiz, his qilib o'sha krugni bu bilan bog'laysiz. Ya'ni mana shunaqa qilib krug chizasiz va strelka olib borib bu bilan birlashtirasiz. Va pastiga esa ostiga borliq bilan uyg'unlik deb yozasiz. Bu amaliyotimiz tortishish qonuni amaliyoti hisoblanadi. Siz ong ostingizni aynan mana shu summaga moslashtirasiz va siz mana shu summa sizga kelganda nimalarga sarflagan bo'lardingiz hammasini ro'yxatini buni keyingi varog'iga, ya'ni orqa tarafiga ro'yxatini yozib chiqasiz. Shu summa sizni qo'lingizga kelganda nimalarga sarflagan bo'lardingiz va bu qog'ozni minnatdorchilik bilan yoqib yuborishingiz mumkin. Bundan ham ko'p amaliyotlar esa bizni Telegram kanalimizda linkini описаниеdan topishingiz mumkin. Juda ham ko'p mijozlarimizni qarzdorlikdan chiqargan, qarzdorlikdan chiqish orzu kodi. Bundan foydalanish sirini to'liq bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz linki esa описаниеda qoldirilgan yoki direktdan qarz so'zini yozib yuborsangiz, biz sizga Telegram linkini yuboramiz. Kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Zimar 369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz. Mana bu asosiy kanal emas, mana zaявка yuborasiz, podat zaявкаga kirasiz va siz asosiy kanalimizga ulanasiz.
kanalimizni topish uchun Telegram platformangizga xuddi shunday qilib Simara 369 deb yozasiz va mana bizni asosiy kanalimiz linkini mana shu yerdan topasiz mana. Bu asosiy kanal emas, mana zaявka yuborasiz, podat zaявkaga kirasiz va siz asosiy kanalimizga ulanasiz.